Voy, Palakat. yasadi-yu. Boy, nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana mashinangizni oti nima edi? Matizmida. To'lashga ozgina qiynalib qolmasmikansiz? Aka, qo'lingizni olib turing. Hozir telefon qilib oling, hal qilamiz. Bemalol. O'rtoq mashinani urib oldim. Mashina ham o'ziniki emas ekan-ku. Mani mashinamni haydab kelur. Bunyodkor yonidaman. Qara shu. Keldingmi? O'zingga hech narsa qilmadimi? Shunaqa bo'lib qoldi, o'rtoq. Ruhingdan baqirib qoldim. Yaxshilamas edi to'g'rimizni mashina. Mo'ro bo'lsa, o'rtoq. Rahmat. Birinchi haydagan mashinam Matiz. Bitta haydab keling. Gap yo'q. Hozir qaytaman. Voy! Faqat to'g'rimizni yaxshilamas edi. Hali katta o'rtoq, hozir hal qilamiz. Mana bu Gentra'ni bamferi nechi pul edi? $100. $100 ha? Mana $200 aka. Qolganini net-betiga ishlatib yuborarsiz. Bu temir aka, uzoni yaqin qilish uchun o'ylab topilgan. Kibrlanish uchun emas. Charchamanglar. Xo'sh, hozir ko'tiga sikaman men buni.